hayotimga 10 yoshimdanoq kirib kelgan. Boks bilan meni otam tanishtirdi va men ringga g'alaba uchun chiqishim kerak edi. Birinchi mashg'ulotlarim juda og'ir kechgan. Janglarda ketma-ket mag'lubiyatga uchraganimda ko'pchilik mendan bokschi chiqmasligini va qo'limdan kelmasligini ta'kidlashi, biroq ularning barchasi meni ruhlantirar, yana va yana mashg'ulotlarga qaytardim. Kuchlilar qatorida bo'lishim shart deya o'z oldimga maqsad qo'ydim. Ringda zaiflarga o'rin yo'q. Bu yerda to'xtab o'ynayman. Sport mendan borimni berib harakat qilishga va o'z kuchimga ishonishni o'rgatmoqda. Kun sayin bu muhitga kirib bormoqdaman. Men ulkan qudratni his qilmoqdaman. Men tayyorman. Men uddalayman. Men g'olibman.